Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı Müstəbid Xitay hakimiyyətinin 2014 yılı 7 ayının 28 günü Yəkənnin İlişqi yezisini mərkəz qılğan halda elib barğan qırğınçılığının 8 illik münasibəti bilan məxsus axbarat elan qılıb, chet ellərdəki bütün Uyğur təşkilatlarımızı, siyasi fəaliyyətçilərimizni və avam xalqımızı 28 iyul Yəkən İlişqi qırğınçılığının 8 illik münasibəti bilan özləri turuşluq dövlətlərdə keng turda narazılıq namayişləri, şehitlərimizni xatırlaş fəaliyyətləri və axbarat, bayanat elan qilish yığınları uyushturishqa və bu orqali Müstəbid Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda Uyğurlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qayta dunyo jamoatchiligining samiga silishga chaqirdi. Qurultayning axborotida Yəkən İlişqi qirg'inchiligining 8 yillik munosabati bilan Müstəbid Xitay hakimiyyətinin inson qilipidan chiqqan rəhimsiz qirg'inchilik tufaylidan hayotidan ayrilgan Yəkən şehitlarimizga, shundaqla Şərq Türkiston xalqining erkinligi və ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmat hayotini taqdim qilgan barliq aziz şehitlarimizga cho'nqur ehtirom bildiramiz. Müstəbid Xitay hakimiyyətinin zindanlarida, jazo lagerlarida və məcburi əmgək silish maydonlarida azab oqibat chekayotgan millionlagan xalqimizga Allohdan esenlik tilaymiz deb ko'rsatildi. Qurultayning axborotida mundaq deyilgan: 28 iyul Yəkən qirg'inchilik jarayonida 3000 bilan 5000 atrofida beguna Uyg'ur dehqon hayotidan ayrildi. Necha ming yildan buyon ismi-jismi yo'qolmagan Yəkənning bir qancha an'anaviy yez qishloqlari xaritadan o'chirildi. Minglagan, hatto 10 minglagan beguna Uyg'ur dehqonlari bu voqeaga chetilib, rəhimsiz Xitoy hokimiyati tomonidan zindonlarga mahkum qilindi. Sharq Turkiston bo'yicha nopus jihati 1-o'rinda turadigan va umum nopus taxminan 1 milliondan oshadigan muqaddas Yəkən, ya'ni Uyg'ur Saidiya xonligining qadimi poytaxti Yarkan viloyati butunlay vayronchilik quchurdi. Xarobiylikka aylangan Yarkan diyoridan yangirgan nafrat, qisos va chuqan sadolari butun Sharq Turkiston zaminini larziga soldi. Müstəbid Xitoy hokimiyatining rəhimsizlarcha qirg'inchilikqa uchragan Ilishqi yezisidagi Uyg'ur dehqonlarining tinchlik shaklda o'zlarining noroziliklarini hukumatga bildirmoqchi bo'lganligidan boshqa gunohi yo'q edi. Demek 28 iyul Yarkan qirg'inchiligi Müstəbid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qarta rəhimsizlarcha yurgizayotgan irqiy tozalash harakatining jonliq o'rnikidan iborat. Yəkən şehitlarimizning qini hargiz bekorga oqqani yo'q. Bugun Amerika boshchiligidagi demokratik ellar Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik jinoyat ishlagan Xitoy amaldorlaridan bir-birlab hisob so'rashga boshladi. Sharq Turkiston xalqimi hamon bir kuni Müstəbid Xitoy hokimiyatidan top yakun hisob oladi va oxirgi hisobda o'zlarining erkinligi, hörliki və milli müstəqilliğini qo'lga keltirdi. Yəkən şehitlərimizin ruhi şad bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa və Qurultay İcraiya Komitetining rəisi Ömər Qanat əpəndilər istansımız qılğan sözüdə chet ellərdə fəaliyyət elib beriyotgan təşkilatlarımızı, siyasi fəaliyyətçilərimizni və keng avam xalqımızı Dünya Uyğur Qurultayı bilan Uyğur Kişilik Hüquq Quruluş tərəfindən vətənimiz Şərq Türkistanның Xitay tərəfindən besilingan müstəmlik astidagi bir dövlət ekanligini xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirish uchun 2020 yılı 10 oyda başlatgan tədqiqat programmasining muvaffaqiyatli tamamlanishi uchun moddiy və ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. 90 yillarning boshlarida Tibet sürgün hökumətinin Tibetning Xitoy tərəfindən besilingan zemin ekanligini dalillab chiqish və onu Amerika parlamentiga qabul qildirish uchun millionlagan dollar sarf qilib yuzlagan chet ellik mutaxassislarni yollab ishlatganligini eslatib o'tgan Dolqun Eysa va Ömər Qanat əpəndilar 2 yildan buyon jiddiy turda elib berilayotgan vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tərəfindən besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligi haqidagi tədqiqat programmasining intayin zo'r va nihoyatda mushaqqatli bir xizmat ekanligini, buning uchun muhojiratdagi qarindoshlarimizning moddiy jihatga qo'llashiga jiddiy ehtiyoj tuyulayotganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu 2020 yılı 10 oyda chet ellik qonunshunoslar, advokatlar, tadqiqotchilar va Uyghur tarixchilardan tarkib topgan maxsus bir tadqiqot guruhi qurib chiqib, vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dalillab chiqish uchun zo'r ko'lamli tadqiqot boshlatgan va hozirga qadar mazkur programmaga 50 ming dollardan ortiq iqtisod sarf qilgan edi. Ayni chog'da Tibetning Xitoy tarafidan besilingan zemin ekanligi haqidagi tadqiqot programmasiga yetakchilik qilgan xalqaroliq dongliq qonunshunos Michael Van Walt va uning yordamchisi Mike Bolches qatorliqlarmi vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dalillab chiqish uchun qurilgan tadqiqot guruhida xizmat qilmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu mazkur programmani kelar yilning boshlariga qadar tamomlab bo'lishni planlamoqda.
Bu vaqtdagi tədqiqat doklati tamamlanğandan keyin xalqaralıq organlarga və parlamentlarga sunuldu. Mazkur tədqiqat proqramısına yetakçilik qılayotgan qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim bu vaqtda istansimiz qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Misalga Xitoylar deydi, Şərq Türkistan əzəldən Xitoyning ayrılmaz bir parçası deydi. Bunu yağan o, hemimiz bilimiz bunun yağanlığını. Ama sen qanda ispat qılısan. Xitoyning mənbələri özünün gibi özüge cavab belgili bolamdı. Eğer de belgili olmasa, başka bir tədqiqatının ki metodlarının nəziriyəsindən faydalanıp bir xil cavab belgili bolamdı. Bularını izlenişe doğru geldi. Bazı izlenişler 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl yetmeydi. Şununla bundaq meselelerini aşı Çin qattiq işençilik delil ispatlarla ve ilmi metodlarla oturuğa koyuşqa doğru keldi. Bu sebepten bu qiyin bolwadydy. Xalqaradaki bunda işini bildiğen mutaxassislar bazıları Uygur meselesinin için biqa qilib bergan bilan bazıları pulluq bilan qiladi. Yani bu işini qilishda yalğızla ilmi jihatdagi qiyinchilik emas, maddi jihatdagi qiyinchilik, inson kuchidagi bu qiyinchilik ve Xitoy Şərq Türkistan Tibetdagi rayonlarni allaqachon dunyoga özününki igilik huquqi bo'lgan rayonlari deb to'ntib bo'lgan. Dünyamı muşundaq bulupma Birleşken Devletler Teşkilatı'na müracaat qilgan çağda igilik huquqi to'liq bo'lgan devletlerini alıdı. Yani igilik huquqi paramparça bo'lgan bir devletini almaydı. Yani demekçi bo'ğunum Xitoy bu hazırki mevcudiyetini to'ntib bo'lgan gap. Endi buni qandaq rad qilish meselesi var. Radiya berish, yani siyasi gaplar bilan yoki bu hissiyotlik gaplar bilan bununla cevap berish qiyin to'xtaydi. Çünkü karşındaki adam buni qabul qilmaslik mumkin. Endi buni qanday qilish lozim deganda bir misol beray. Misolga bizning bilgan tam oq bo'ladi. Biz qo'pib buni qora dedi. Sen onu tekrar oq deyish uchun o qora degan adamning sungan delilden 3 has delil bilan buni hal qilishga mecbur. Shuningga Xitoyningki deb qo'ygan bir gap veya xalqaro buni qabul qilgan bir gap so'zga javob berish uchun texmi ko'plab emgak qilish, boshqatirishga to'g'ri keldi. Shuningga bu ish oson to'xtamaydi. Agarda da'voning ishi oson to'xtagan bo'lsa, allaqachon hal bo'ladi. Kona uslublar agarda ishga yaragan bo'lsa, allaqachon hal bo'ladi. Yani hazırki yeni devirde yeni usluplar, yeni siyasi anlar ve şundaqla xil metodlar, usluplarla birlikte buna ilip bargan bir işe doğru keldi ve bunu kılalıgan adamlar buluş lazım. Yani insan gücü, akıl gücü, maddi gücü, xalqaro muhit, vaziyet ve imkanlar. Bularni hammasini bir yerga jiqqan taqdirda bu mesele onundan keyin hal bo'lishi mumkin. Dünya Uyghur Qurultayının Şərq Türkistanda irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət işləyotqan Xitay hakimiyyəti üstüdən tayarlanan əriznamasi Qurultayının advokati, Angliyadagi dаңlıq qanunshunos Michael Polak əpəndim tərəfindən aldığımız ayda Argentina sotuğa sunuldu. Uyghur Sot Kollegiyasının ötken yılı 12 ayının 9 günü çıxarğan Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüyotqan qilmishlarning irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət haqqıdakı hökmüdən keyin qanuni jihatdan hərəkətə ötgan Dünya Uyghur Qurultayı Uyghur məcburi əmgəkiga chetishlik mahsulotlarning import qilinishiga ko'z yumgan Angliya tamujnisi, Germaniyadagi ba'zi shirkatlar va Kanadadagi munosabatli organlar ustidan shu davlatlarning sotlarga ariznoma sungan edi. Argentina qonunidagi ba'zi afzalliklarni ko'z tutgan Dünya Uyghur Qurultayı bu yilning 5-ida Angliyadagi dаңlıq advokat Michael Polak orqali Xitoy hukumati va amaldorlari ustidan Argentina sotiga ariznoma sunishni qaror qilgan va ariznoma tayyorlash xizmatlarini jiddiy turda boshlagan edi. Qurultayning istansimizga bildirishicha, ariznoma asos jihatdan tamomlangan va 8-oyning o'rtalarida Argentina sotiga sunish qaror qilingan. Dünya Uyghur Qurultayı Qonun komitetining mudiri va Kanada Uyghur haqlarini himoya qilish fondining direktori Mehmet To'xta apandim bu vaqt istansimizga ma'lumot berib, tövendikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar.
Dünya Uyghur Qurultayının qanun sohasida elib berayotgan Xitoy hukumatini xalqaro sudga tortish xizmatlarining bir tarkibi sifatida o'tgan yili Angliyadagi danglik advokat Michael Polak efendining qonuniy maslahatchiligida Xitoy hukumatini Argentinada sudga tortish haqida bir iltimos sunilgan. Sudga munosabatlik delolar, arxivlar, paketlar, deliller yollangan. Yakında bu Argentina sudi sud mahkemesi yani bu deloni qabul qilish qilmaslik haqida bir qaror berish uchun bir sud kuni o'rinlashtirdi. Mush munosabat bilan mush haqida biroz ma'lumot berishni muvofiq ko'rdim. Bilganinglardek, dunyodagi barliq davlatlar o'zlarining asos qonuni bo'yicha egemenlik huquqi yoki egilik huquqi o'tadigan territoriyalarda qonuniy jihatdan va adliya jihatdan hukm berib, shunga munosabatlik o'zining territoriya doirasiga munosabatlik ariz va delolarni qabul qildi. Ba'zi davlatlar vahshiy jinoyatlar tarkibiga kiradigan jinoyatlar uchun garchi o'zining territoriyasida bu jinoyatlar sodir bo'lmagan bo'lsa-mu, xalqaro cheklangan bu jinoiy qilmishlarni o'zlarining davlat ishchi sudida sudlashni asos qonun jihatdan bekitib, o'z davlatining adliya organlariga mush huquqni bergan. Bu davlatlarning birisi Ispaniya. Buni inglizcha universal jurisdiction deydi, ya'ni universal adliya huquqi yoki universal sudlash huquqi degan gap. Bu deganlik garchi Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlar Ispaniya nimaning Argentinaning davlat territoriyasida bo'lmagan bo'lsa-mu, bu Xitoy hukumat sodir qilgan davlatlar insoniyat qarshi ishlangan jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati bo'lg'achqa, bu jinoyatlar vahshiy jinoyatlar kategoriyasida o'rin olib, dunyodagi adliya organlari tomonidan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'plagan ehtinomi va munosabat belgilamalari bo'yicha, ya'ni xalqaro qonun bo'yicha cheklangani uchun Argentina sudi o'zining territoriyasining sirtida yuz bergan shunday vahshiy jinoyatlarni sudlash vazifasini yoki imtiyozini Argentina o'zlarining yerlik sudiga bergani uchun Argentina bu xil delolarni qabul qila oladi. Shuning uchun bu yerda Argentina sud tarafidan agar bu delo qabul qilinib hukmga bog'lansa, Argentina sudi chiqargan hukmnom bo'yicha Xitoy hukumatining mush Uyg'ur milliy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarni sodir qilish jinoiy qilmishi bilan ayblangan, shu bo'yicha Argentina sudi tarafidan hukm e'lon qilingan bu kishilarning Argentina chegarasidan kirishi cheklandi va Argentina chegarasidan kirsa tutish buyrug'i bilan rasmiy qo'lga olindi. Shunlashqa hamda bu Argentinadagi sud nayt muhim bir sud. Bo'lib Uyg'ur sud kollegiyasi o'zining qarorini, ya'ni hukmnomasini e'lon qilgandan keyin shu hukmnomaning xalqaro sud organlari tomonidan shu dalillar bo'yicha Xitoy hukumatini va irqiy qirg'inchilik jinoyat sodir qilgan Xitoy amaldorlarini sudlashdiki birdan-bir to'liq salohiyatlik Argentinaning asos qonuni bo'yicha huquq berilgan bir sud tarafidan sudlanishi hisoblandi. Shuning uchun bu sudning ahamiyati favqulodda muhim. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyingi qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.